Kattaqo'rg'on shahrida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizim samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar hamda mahallalarda jinoyatchilikning barvaqt profilaktikasi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlar ijrosini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, kuni kecha shahrimizda xavfsiz muhitni yaratish, voyaga yetmaganlar nazorati va jinoyatchilik profilaktikasi samaradorligini yanada oshirish maqsadida tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Shahar hokimligi, Ichki ishlar, Oila va xotin-qizlar bo'limi, mahallalar uyushmasi hamda yoshlar ishlari shahar bo'limi hamkorligida tashkil qilingan mazkur tadbir doirasida shahrimizdagi restoran, klub va boshqa ko'ngilochar maskanlarning faoliyati o'rganildi. Reyd tadbirlari davomida ayrim ko'ngilochar maskanlarda boshqa viloyatlardan kelib noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlarning borligi aniqlandi. Ushbu holatga yo'l qo'yib bergan ko'ngilochar maskanlarning rahbarlari va qoidabuzarlarga nisbatan tegishli qonunlar asosida javobgarliklar belgilandi. Xalqimizning milliy urf-odatlariga, ma'naviyati va madaniyatiga zid bo'lgan holatlarni oldini olish borasidagi reyd tadbirlari davom etadi.